Mo'minlarning orasida fahsh ishlarni, fahsh gaplarni tarqalishini yaxshi ko'radiganlarga dunyo va oxiratda alamlik azob bo'ladi. Alloh biladi, lekin ular bilmaydilar. Ana shu yerdagi fahsh so'zning o'rniga har qanday yomon so'zlarni qo'yib tushunish mumkin, ishlatish mumkin. Bugun ayniqsa ba'zi bir yoshlarimiz odamlarni kuldiraman deb faqat fahsh o'yin so'zlardan foydalanib, buni internetlarga havola qilib, shu bilan tirikchilik qilishga o'tib, haqiqatda xalqni, millatni tarbiyasini buzadigan shaytonlar ular. Alloh taolo Qur'on Karimda ana shularni aytayapti. Mo'minlarning orasida fahshni tarqalishini yaxshi ko'radiganlarga dunyo va oxiratda alamli azob bor. Ular ko'zlarini ochib tavba qilishlari lozimki, qilayotgan ishlari harom ishdir. O'sha ishdan non yeyotgan bo'lsa, haromdan yeyotgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yengilgina hazillari bor edi, lekin u haqiqatdan ayri emas edi.